Juda ham charchadim. Mayli, men hozir haligi narsani qilib olishim kerak, o'tin chopib olishim kerak. Men matigam bor. Video boshlanishidan oldin like bosib obuna bo'lib qo'ying, unda video boshlandi. Xo'p, ketdik unda. Haligi огородlarda sekin astalik bilan tomorqalarda o'zbekcha gapiramiz. Tomorqalarda terib olgani. Stop, ana nima? Yotoq, коробка, житель. Житель, qalaysan, yaxshimisan? Ha, yaxshi. Yuribsanmi? Nimaga yuzing xomush? Bunchalik nimaga narsalaring yig'ishtirib ko'chaga chiqib olding? Bari arendator haydab bordi. Yomon bo'ldi. Mayli, men ishimni qilay. Obunachilar. Buni arendator haydab boribdi. Ya'ni o'zini uydan to'g'ri arendatordi. Bu arendani bermagan pulni. Haligi to'g'ri pul topolmagan. Buni chiqarib o'rgan obunachilar. Voy, nima qilamiz? Obunachilar tez like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Bu bizga yordam berganingizning katta hissasi bo'ladi. Obunachilar, bu jitelga yordam berish kerak. Chunki ko'chada qolyapti, ko'ryapsizlarmi? Hamma narsasini olib chiqqan mana. Hamma narsasini olib chiqib olgan. Yordam berish kerak, yordam. Xo'p. Men hozir bularni uyga tashlab chiqaman. Va jitelga qo'limdan kelguncha yordam beraman. Hozir ne qilamiz? Va obunachilar bizga unga yangi uy qurib berishim ham mumkin. Jitel. Senga yangi uy qurib bersam nima deysan? Yangi uy qurib beraman. Va sen u yerda mazza qilib yashaysan. Va merdan ruxsat olishim ham mumkin, lekin ruxsat berishmasa ham baribir arendatorda kassasini olamiz. Maylimi? Ha, mayli. Uy qurib bersang ham mayli. Juda ham zo'r bu. Mayli, unda uyimning orqasiga hech kim ko'rmayotgan joyga, o'rmon tarafga senga uy qurib beraman. Juda ham shinam va kattaroq qilib. Maylimi? Ha, mayli. Rahmat beka, rahmat. Mayli. Unda ketdik. Obunachilar, hozir biz ana atrofiga uy quramiz. Ya'ni mana bu yerga davlatga. Mana shu daraxt o'rtasiga uy quramiz. To'xtanglar. Men yaxshi uy qura olmayman, lekin qo'lim qiysha. Jitilga aytib qo'yishim kerak. Men yaxshi uy qura olmayman deb. Yaxshi qurmabsan deb menga jahl qilsa, nima deyishni bilmay qolaman. Jitil, lekin oldindan aytib qo'yay, men yaxshi qura olmayman va puli chiqib qolsa mendan emas. Maylimi? Ha, mayli, senga ishondim beka. Rahmat. Xo'p, unda davay obunachilar ishimizni boshlaymiz. Xo'p, bizga ko'p joy kerak emas va mana bu ikkita daraxt o'rtasiga qursam ham bo'ladi. Xo'p. Va juda ham katta qila olmayman, chunki unchalik ko'p bloklarim yo'q. Shuning uchun mana shuncha kichkina, shinam o'zimnikka o'xshagan uy qurib beraman. Xo'p, mana. Bu yerga ikkita eshik sig'adi. Mayli, ikkitali eshik qilib beraman, chunki menga 3 ta eshik beradi. Bitta eshikni esa qayergadir otib yuborarmikinman yoki o'zimga kerak qolar. Mayli, bu yerda deraza qiladi. Lekin derazaga ham bizga qum kerak. Qumni qayerdan topamiz? Bu yerda sahrolar yo'q. Mayli, obunachilar like bosinglar, obuna bo'linglar va men o'rnimda bo'lganlaringda sizlar ham jitilga shunaqa qilgan bo'larmidlaring?
kommentariyaga yozib qo'yinglar. Xo'p. Unda voy. Tezroq bo'lsam-da. Jitil rosa ham kutib qoldi. U suvda o'tiribdi. Meni kutib, menga ishondi, lekin endi qurib bermasam, voy. Mayli, mana bu toshdan ham qurib beraveraman. Xunuk bo'lib qoladi dedim-ku, jitil quloq solmadi. Mayli. Hop, tepasini yopishga yetsa bo'ldi. Hop. Tepasini yopishga yetsa bo'ldi endi. Mana ikkita bizga yetib qoladi. Hop. Endi baqa chiqamizda. Bitta baqa qo'yib qurishni sekin astalik bilan boshlaymiz. Mana obunachilar, men qurgunimcha like bosinglar, obuna bo'linglar, chunki men bu jitilga yaxshilik qilyapman. Jitilga yordam bermashim ham mumkin edi. Bir yo'qolsan, men tarafdan emassan, sen o'rtog'im emassan, hech kimsan meni. Hattoki menga yaxshilik qilmagansan bunaqa, men senga nima yaxshilik qilaman deyishim mumkin edi obunachilar. Lekin men unga yordam berdim. Ko'ryapsizlarmi? Sizlar ham ko'pchilikka yordam berib turinglar, o'shanda savobinglar ko'payadi. Savob qilgan bo'lasizlar va juda ham ular sizdan minnatdor va xursand bo'ladi. Bu yerga ikkita yetmay qoldi va jitil chaqiramiz. Mayli, xursand bo'lsin. Jitil, seni o'yin tayyor, bitti. Ko'r jitil, uyingni ko'r. Nima bo'ldi?